Kelinim haqida yana kimga gapirgansan? Hech kimga. Ertadan boshlab mardikorchilik qilib bo'lsa ham pul topasan. Oilani o'zing boqasan. Tushundingmi? Tushundim aka. Xonimlar, agar tabriklash marosimi tugagan bo'lsa, ketsak. Yana bir gap. Baxtiyor ishga kirdi. Kelin. Sizni topgan pulingiz o'zingiz uchun. Oilani esa oilaning erkagi Baxtiyor boqadi. To'g'rimi? Ha. Qani, ketdik. Xunasalar qanaqa bo'ladi bilasanmi? Senga o'xshagan bo'ladi.